Assalomu alaykum do'stlar. Mana shunaqangi faxsh videolar judayam hozir Instagramda ko'payib ketdi. Aynan mana shuni menda hozir chiqib qolganligi uchun hozir sizlarga mana shu narsani, ya'ni mana shu somsani, fohishani yo'q qilish. Mana shunaqalar yo'q qilish kerak xullas. Hayronman nimaga mana 611 ta odam shunga a'zo, podpiska bosgan. Hatto o'zimni ham podpischilarim orasida bor ekan, bilmayman. Nimaga 611 ta odam shunga a'zo bo'lgan? Faxsh narsaga. Agar Abdulloh domlani kanali bo'lsa, yo'q shu 611 ta odam. Lekin biznikilar bosadi pul uchun, haligi gif o'tkazganda, boshqa bo'lganda mana shunaqalarga ham bosib chiqiladi. Iloji yo'q. Hammasi bosadi. Qaytarib olish kerak podpiskasini. Millatga nima uchun mana kulfat kelyapti? Qurg'oqchilik, ob-havoning haligi sovuq lekin yomg'ir, qor yo'qligi. Havoning ifloslanishi aynan shu isqirtlar orqasidan keladi. Do'stlar, mana shunaqa isqirtlarni yo'qotish kerak. Bularni agar aynan shu Instagram, Telegram kanallariga spam berib yo'q qo'yarsak, bilinglarki, bular qila olmaydi bu narsani. Nimaga shu narsani qilmaymiz? Nimaga faxshga berilamiz? Allohdan qo'rqmaymiz. Allohdan hammamiz ham qo'rqamiz-ku aslida, lekin qo'rqmagan ishini qilamiz. Bularga bilmasangiz mana o'rgatib o'taman. Mana bu videolariga, mana shu yerda 32 ta videosi bor ekan. Mana shu videolariga hozir mana spam berish ko'rsataman. Aytaylik, mana videosini qo'yaylik. Mana shu videosiga mana bu joyda mana bu joyda 3 ta nuqta chiqadi. Ana shu 3 ta nuqtani bosib, mana bu qizil yozuvdagi yozuvni bosib va bu yerdan aynan mana shuni ko'proq tanlash kerak. Bosib, bu yerdan yana xohlaganinglarni bo'laveradi. Ya'ni bu yerda hammasi seksual xarakterga oid video bo'lgani uchun misol uchun men buni tanlayman. Bosamiz. Dani bosamiz va отправить qilamiz. Tamom, bo'ldi bu. Mana shu videoga agar 100 ta odam mana shu narsani bersa, mana shu video 100 ta odam mana shu narsani bersa, bilinglarki, bu uji bo'ldi. Mana shularga men berib bo'ldim uji allaqachon. Bu bloklanib ketadi. Maslahatim beringlar, millatga kulfat kelmasin, ofat kelmasin. Hammaga omad, like bosib tarqatinglar.